Assalomu alaykum. Mustafa Uz kanalini ashaddiy qadrli obunachilari, sog' salomatmisizlar, charchamayapsizlarmi? Chorva ishqibozlari, YouTube ishqibozlari. Mana bugun biz syomkalarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani shu arzonchilar qishlog'i, xudo xolasa Tepaqo'rg'on qishlog'idan olib boryapmiz akalar. Bittadan videoni boshidan layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab, kanalda mehmonlar obuna bo'lib tursalar, xudo xolasa Akmaljon narxlar sindirishda davom etaveringlar. Akmaljon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum obunachilar. Sizlar Doston aka, bugungi narxlar yengil chiqarib beraman. Yengil bo'ladimi, xudo xolasa narxlar? Ha. Narxlari yengil chiqarib beraman deb chaqirdilar Akmaljon xonadonlariga kelganmiz, hurmatli obunachilar. Xo'p, hafta kunimizga seshanba 2026-yil 6-yanvar, hurmatli obunachilar. Biz video syomkalarimizni boshlaymiz. Mana, bular qanaqa ma'lumotlarni bering Akmaljon? Nechta? Bularni, mana qo'chqar. Bitta qo'chqar. Ikkita urg'ochi. Ha. Qo'zi hammasi. Bitta qo'chqor, ikkita urg'ochi, hammasi qo'zi variantda. Hammasi qo'zi variantda. Yeb ichlarni. Yebichlari zo'r. Mana ikkovi. Obunachilarni bitta yeb ichlarni ko'rsataylik. Hammasinikini mana. Ha. Yebichlari yaxshi. Yeb ichlarni ko'raverasizlar, hurmatli obunachilar. Dalada yurgan qo'y, hali yem yemagan qo'ylar. Yem yemagan qo'ylar obunachilar. Xo'p, ikkalasi urg'ochi, hurmatli obunachilar. Bitta mana bunisi qo'chqor. Mana. Qo'chqorimiz ham xudo xolasa yaxshi yuzlari tiniq holatda turibdi akalar. Mana. Hammasi zo'r, xudo xolasa. Yeb ichlarni ko'rdilaring. Narx qanaqa bo'ladi Akmaljon? Narx sinadim bugun? Narximi? Uchovni bir yerga olsa Doston aka. Aha. 4,5 dan beraman. Uchov bir yerga 4,5 dan. 4,5 dan. Xayri bo'ladimi Akmaljon? Arzonchi Akmaljon deb nom oldingiz. Telefon qilsa bo'ldi, xayrini beraman. Telefon qilaverasizlar, xudo xolasa xayrlari bo'ladi. Akmaljon, obunachilarimizga qarang, bitta so'rab olaman men, u aytgan narxingizga hech qachon bo'lmaydi. Hop. 4 million 300 mingdan 200 ming tushib berasiz. Yaxshi bo'ldi ekan Doston. Yo'q, u narx Akmaljon. Boladan qilib, chiroyli qilib qo'lda bering. Bo'ldi. 4 million 300 mingdan bir tortorga ketdi. Bor baraka, hurmatli obunachilarni. Barakalarni olib qo'ydim, xudo xolasa. Aha. Ikkita urg'ochisi qo'chqorimdan yurgan. Ha, yurgan qo'chqormi? Ha. Qochib qolgan bo'lishi mumkin. Sal Mumkin. yerni qo'zg'ab qolgan bu. Aha. Qo'chqor o'shanisini aytib qo'ying Akmaljon. 50. Qo'zi. Qo'zi. Bo'ylari nechiga berasiz bo'ylarni? Bo'ylarinimi? 75 plus. 70 ga olishi bo'lsa 75 plus 70 ga olaveringlar, hurmatli obunachilar mana. Bo'ylari 75 chiqadi deyaptilar. Plus deyaptilar. 70 ga olaveringlar, hurmatli obunachilar. Bir qo'chqor, ikkita urg'ochi. Qo'chqorimdan yurgan ekan, bo'g'oz chiqsa, xudo xolasa baxtlar. Qo'chqordan qanaqasini yurganini bilmaysiz? Yo'q, qo'chqorni usulini bilmaymiz. Mana. Qo'chqorimdan yurgan lekin. Qo'chqorimdan yurgan. Yurish turishlarini ham mana ko'raverasizlar, hurmatli obunachilar. Mana. Sapchib turibdi qo'ylarimiz, xudo xolasa mana. Mana akalar, bemalol aloqaga chiqib kelishaverasizlar, xudo xolasa. Kelishadigan yerlar bormi yana ozmoz Akmaljon? Bitta. Xayriga o't beraman. Telefon qilaverasizlar. Ha, xayriga o't beradilar, xudo xolasa. Aloqa bemalol chiqaverasizlar. Bugungi shu edi. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib, Akmaljonga omad tilab qo'yasizlar. Xudo xolasa kanalimizda arzon qo'y chiqarib beryaptilar. Bo'lsa bo'ldi, xayriga o't beraman yana. Xudo xolasa aloqada chiqaverasizlar akalar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.